Bugun o'zbek san'ati, milliy kulgu olami va madaniyatimiz og'ir judolikni boshdan kechirmoqda. 13-fevral sahifalariga nafaqat qishning sovuq kuni, balki minglab qalblarni o'rtagan qora xabar bilan muhrlandi. Dizayn shou jamoasining ustuni, samimiylik timsoli va millionlab muxlislarning sevimlisi bo'lgan Dilshodbek Musabekov oramizni tark etdi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda, internet sahifalarida chaqmoqdek tarqalar ekan, ko'pchilik bunga ishonishni istamadi. Bu shunchaki navbatdagi hazil bo'lsa edi. Bu qandaydir xato xabardir degan umidlar bor edi. Afsuski, qazo haqiqatdir. Inson umri oqar daryo. U qachon va qayerda to'xtashini hech kim bilmaydi. Dilshodbek Musabekov o'zining 50 bahorini qarshi olib, hayot va ijod yo'lining eng gullagan, tajribasi oshgan pallasida foniy dunyodan boqiylikka safar qildi. Dilshodbek Musabekov deganda ko'z oldimizga darhol o'sha samimiy chehra, har qanday vaziyatda ham odamning ko'nglini ko'tara oladigan iliq nigoh keladi. Bu insonning san'atga kirib kelishi tasodif emas edi. U o'zining tug'ma iste'dodi, mehnatsevarligi va xalqchil ruhi bilan millionlar mehriga sazovor bo'ldi. Ayniqsa, dizayn jamoasi tarkibida u o'zining haqiqiy ijodiy qirralarini namoyon qildi. Biz uni turli obrazlarda ko'rdik. Gohida qattiqqo'l va jiddiy ota, gohida sodda va samimiy qishloq odami, gohida esa hayot tashvishlaridan charchagan, lekin kulishdan va kuldirishdan to'xtamagan qahramon bo'lib gavdalandi. Uning sahnadagi har bir chiqishi shunchaki ijro emas, balki hayotning bir bo'lagi edi. Nega uni hamma birdek yaxshi ko'rardi? Chunki u sahnada yasama emas edi. U o'zi gavdalantirayotgan qahramonning dardini ham, quvonchini ham o'ziga singdirib yuborardi. Uning hazillari ortida doimo chuqur falsafa, jamiyatdagi og'riqli nuqtalarga o'rinli tanqid va insoniy fazilatlarga chorlov bor edi. San'atkorning vafoti bu shunchaki bir insonning ketishi emas. Bu bir butun ma'naviy olamning nurashi demakdir. Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab ta'ziya so'zlari, hamkasblarning yig'i aralash eslashlari shundan dalolat beradiki, Dilshodbek nafaqat kuchli san'atkor, balki juda oqibatli inson, vafodor do'st va namunali oila boshlig'i edi. U hayotda juda kamtar, har bir suhbatdoshiga hurmat bilan qaraydigan, kibrdan yiroq inson edi. U 50 yoshni qarshi olgan bo'lsa-da, uning qalbi doimo yosh edi. Rejalariga esa dunyo sig'masdi. U hali ko'plab katta sahnalarda xalqni xushnud etishni, yangi ijodiy loyihalarni amalga oshirishni orzu qilardi. Biroq taqdir hukmi barchasidan ustun keldi. Muxlislar uchun Dilshodbek Musabekov shunchaki ekrandagi yuz emas edi. U har bir o'zbek xonadonining, har bir oilaning qadrdon a'zosiga aylanib ulgurgandi. Uning vafoti haqidagi xabarlar ostida qoldirilgan minglab izohlarni o'qir ekansiz, uning qanchalik chin dildan sevilganini his qilasiz. Kimdir uning mashhur hazillarini eslab ko'z yosh to'kadi. Kimdir hayotdagi tasodifiy uchrashuvdagi kamtarligidan hayratda qolganini yozadi. San'atkor uchun eng oliy mukofot bu xalqning duosi va samimiy mehri bo'lsa, Dilshodbek bu mukofotga hayotlik chog'idayoq to'liq erishgan edi. Uning bizga qoldirgan merosi, u ijro etgan o'lmas obrazlar, bizni yillar davomida kulishga, hayotga kulib boqishga majbur qilgan sahna ko'rinishlaridir. Endi bu videolar bizga ham shirin xotira, ham sog'inch, ham og'ir judolikni eslatib turaveradi. Inson hayoti qisqa, ammo u qoldirgan yaxshi nom va ezgu amallar mangu yashaydi. Dilshodbek Musabekov o'zidan yaxshi nom, chiroyli ijodiy meros va minglab shogirdlar u sodiq muxlislarni qoldirdi. 13-fevral o'zbek kulgu olami tarixida o'chmas dard va sog'inch kuni bo'lib qoladi. Biz dizayn jamoasiga, marhumning barcha yaqinlariga, oila a'zolariga
va butun muxlislar armiyasiga sabr toqat tilaymiz. Joylari jannat bog'larida bo'lsin. Siz sahnada bizni necha bor kuldirgan bo'lsangiz, Alloh sizni oxiratda shunchalar shod qilsin. San'atimizning bu yorqin yulduzi so'ngan bo'lsa-da, uning nuri bizning xotiralarimizda mangu porlab turadi. Xalqingiz sizni hech qachon unutmaydi. Samimiy kulgingiz va yorqin siymoyingiz qalbimizda abadiy yashaydi. Azizlar, mana shunday og'ir damlarda bir-birimizga g'animat ekanimizni yana bir bor his qilamiz. San'atkor muxlislari yodi bilan tirikdir. Dilshodbek Musabekovning oxiratlari obod bo'lishini so'rab, barchangizdan duo qilib qolishingizni o'tinib so'raymiz. Sizning e'tiboringiz va qo'llab-quvvatlovingiz biz uchun juda muhim. Agar ushbu xotira lavhasi qalbingizga yetib borgan bo'lsa, marhumning haqiga duoda bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning obunangiz va fikrlaringiz bizni yangi ijodiy ishlarga ruhlantiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling, qadrdonlar.